Xo'p, bu mavzuyimizni bugungi muammo sifatida qarayotgan mavzuyimizni bir kasallik sifatida qaraydigan bo'lsak, unga qo'yilayotgan tashxis, diagnoz demak beparvoligimizga qarab boryapti. Xo'p, bugun yoshlarimiz beparvo bo'layapmiz. Go'yoki bu xavfsiz, bu bugungi globallashuv davrining bir qismi sifatida qarayapmiz. Xo'p, aytaylik, o'sha bema'ni kontentlar deylik, tarbiyasiga ta'sir qiluvchi videolar yoki turli challengelar bor va mana shu jarayonlarda farzandlarimizni tarbiyasiga ta'sir qilayotgan ekan. Demakki, bugun ayni mana shu ma'naviyat sohasida faoliyat olib borayotganlar, maktabda qilinayotgan ishlarda muqobil alternativ taklif qilinayotgan kontentlar yoki qilinayotgan sa'y-harakatlar yetarli emasmi degan kontr savol, qarshi savol ham paydo bo'ladi. Shu haqda nima deysiz? Javohirlar Neru degan faylasuf bor, Hind faylasufi. Shu faylasuf aytgan ekanda, men chang kiradi deb derazani bekitib qo'ya olmayman. Derazani bekitib qo'ysam, men faqat changda emas, men toza havodan ham mahrum bo'laman deb. Biz xuddi shunday mana shu axborot asrida yashayapmiz ekan. Mana Namanova ham ta'kidladiki, internetdan to'g'ri foydalanish bor, noto'g'ri foydalanish bor-da. Endi kontent masalasiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda milliy kontentlar yaratish, mana shu milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'analarimizni o'zida saqlagan milliy zamonaviy ruhdagi kontentlarni yaratish bu juda ham muhim masala. Yaqindagina mana Xalq ta'limi vazirligi qoshida xuddi shunday milliy kontentlar yaratish markazi tashkil etildi. Men hali faoliyatini juda hali ko'rmadik. Endi yaqindagina boshladi. Menimcha juda ayni damdagi juda muhim qaror bo'ldi deb o'ylayman. Biz Ma'naviyat ma'rifat markazi boshlagan edik mana shunday milliy kontentlar yaratishni. Aynan targ'ibotni 70/30 usuliga o'tib, endi asosiy targ'ibotimizni davra suhbatlari, ochiq muloqotlardan ko'ra ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda milliy kontentlar yaratish orqali o'sha jaholatga qarshi ma'rifat, o'sha ruhda ishlaymiz deb boshladik, lekin albatta chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deyishadi. Aynan bu markazni tashkil bo'layotganligi yuqorida siz aytayotgan o'sha milliy kontentlar yaratish. Aynan mana multfilmlarda olamizmi, bog'cha yoshidagi. Hozir juda ko'p bog'chalarga boradigan bo'lsak, milliy ruh yetishmaydi. Kirsangiz, bog'chalarga kirsangiz, o'sha Masha Medved yoki yana nimadir bizni milliy qahramonlarimizni biror joyda ko'rmaymiz-da. O'sha yoki mana yosh bolalarda ham men juda xafa bo'laman, men o'zimda ham nevaracham bor. Siniy traktorni qo'yib beraman desak, taqa to'xtaydi. O'sha to'polon qilayotgan bo'lsa, boshqa qilayotgan bo'lsa, "Ke bolam, siniy traktor qo'yib beraman" desangiz, janjaldan to'xtab, mana shunday shu siniy traktorni ko'radi-da. Qarang mana. Yaxshi ishlangan, demak yaxshi ishlangan. Yaxshi ishlangan. Shu ranglar tasviri, voqealar bir-birini takrorlamaydi. Juda yaxshi ishlangan va o'zim nevaram bilan qo'shilib ko'rib borib, uni ko'p narsalarni bolachalarga o'rgatadi-da. O'sha hasharotlardan tortib yoki boshqa avtobusda qanaqa o'zini tutish kerak, boshqa qilish kerak, boshqa hammasini xuddi shunaqa multfilmlar tarbiyada tanaffus bo'lmaydi deymiz. Bog'cha yoshidan boshlab aslida tarbiya ona qornidan boshlanadi deyiladi. Lekin mana biz endi uzluksiz tarbiyani mana ta'lim vakili o'tiribdi. Bog'cha, maktab, undan keyin oliy ta'lim va magistratura, doktorantura deb oladigan bo'lsak, mana shu bog'chalarda aynan uyda 2-3 yosh bolachalardan boshlab uyda, oilada, tarbiyada aynan milliy kontentlarimiz, o'zimiz o'sha siniy traktordan kam bo'lmagan, tarbiyaga yo'naltirilgan, milliy ruh beradigan mana shunday multfilmlarni ham ishlash bugun davrni, zamonni aynan nima deyman, talabi desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi.